Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, muxlislarimiz, musiqa shaydonlari, mana bugun Qashqadaryodan, Shahrisabzdan Sohibqiron akam tashrif buyurdilar va akamiz mana do'stlari bilan tashrif buyurdilar. Korpa 5X cholg'usini xarid qilishga. Men nima qo'yyapman? Mana buni Yamaha PSS 51 legendarni 20-asr instrumenti. Yamaha PSS 51 mana. Va Korpa 5X. Taqqoslaymiz. Shunaqa. Akajon, nima instrumentlar chalgansiz? Endi Soyuz davrini instrumentlaridan Fayemi chalganmiz, manual chalganmiz, kvintet chalganmiz. Mana PSS 51 chalganmiz Yamaha. Keyin 510 chalganmiz, 730 hammasidan chalganmiz. Yamaha DX21, Yamaha DX7, Roland D20kalar, Roland D50 da. Shunaqa. Roland D50, Roland D20kalar chalgansiz. Chalganmiz vaqtida. Mana bu yerda mana Roland D50 bor, Yamaha DX7 bor mana. Yamaha DX7 mana. Bu yerda mana Roland D50 mana, Roland D50larimiz ham bor mana. Bu legendarniy instrumentlar hammasini yig'ib qo'yganman. Bizda bor arxiv. Mana bu yerda Kork Imagine degan joylari bor mana. Imagine Kork Imagine mana. Va bu yerda mana bu yerda tegida Yamaha DX21lar bor mana. Va Yamaha PSS 51. Aka, bu men ham yoshligimda chalganman-da. Shu instrumentlarni men o'zim yig'ib qo'yganman. Shunaqa. Akajon, ish qilgansiz. legendarniy qilib yig'ib qo'yganman. Kim nima desa desin. Menda hobbi, yoshligimda shu instrumentlarga mana bu Roland D50, Roland D20ga yetish o'zi bo'lmagan Shunaqa. Akajon, endi mana Kork hozirgi zamonning instrumenti mana hozir endi Korpa 5X larga keladigan bo'lsak, Yamaha PSS 51 taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha davrda bu orkestrator degan nomga ega bo'lgan bu. Shunaqa. Orkestrator endi chiqadigan paytlarda orkestrator endi nima deydi anu, avtobaslari bor, o'zini avtomatik o'zi avtoakompaniyamentlar yoqiladi, u avtomatik chalasiz. O'sha paytda yengillik bo'lgan. Benderi bor ekan deyishardi mana. Kichkina klaviatura endi mana bu syomkaga sal kattaroq tushyapti. Va mana barabanlari bo'lardi mana pastda. Barabanlari bo'lardi mana bu yerda. Stillarini qo'yardingiz mana bu yerda. Mana bu yerda sekvensori bor edi, mana bu yerda sekvensori ham mana zapis treklariga. Shunday. Treklariga padlari bor edi, mana avtoakompaniyamentlar anaqa zapis qilardingiz, misol uchun rekord, demonstratsiyalari bor edi mana bu yerda. Soundlarning effektlari bor edi mana bu yerda. Klaviaturalar endi bu yerda kichkina aziz muxlislarimiz. Hozir endi syomkaga kattaroq tushyapti. Mini klavish. Hozirgi paytda endi Korpa 5X cholg'ulari endi hozirgi 21-asrda eng navorot, misol uchun orkestrator hisoblanadi Korklarning ichida. Dunyoda instrumentlar ko'p aka. Instrumentlar Yamaha instrumentlari bor, Kork instrumentlari bor, Roland kompaniyalari bor, misol uchun har xil Casio kompaniyalari bor misol uchun. Endi brend hammasi. Shunaqa. Endi nima demoqchimanki, akajon, buyursin Korpa 5X lar. Endi buni YouTube uchun olyapman. YouTube'ga ko'proq suhbat qiling deyshadi muxlislarimiz. Ko'proq qiziqarli legendarniy instrumentlardan qo'yib boring Abdug'ofur aka deyshadi. O'shanga men xafa bo'lmaysiz aka. Shunday. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Buni Rahmat. Xudo xolasa buni sekin ochamiz. YouTube, Instagramdagi hamma qo'yib boradigan videolaringizni ko'rib, kuzatib borib, mana shuni nimasi bilan keldik. Rahmat akajon. Allohning fazli bilan salomat bo'ling. Barakangiz. Alloh taolo umringizga, rizqingizga baraka bersin. Sog'lik, salomatlik. Xudo xolasa muborak oylada, Ramazon oylarida Alloh taolo hammamizni umrimizga, rizqimizga baraka bersin. Inshaalloh. Salomat bo'ling. Sog' bo'lasiz. Mana Xudo xolasa buni qo'yamizda, ochib programma qilib va sizga Shahrisabzga jo'natib yuboramiz. Aka, bu narsa deb qo'yasizmi? Omad tilayman hammaga. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Do'stimiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Ko'p yillik uzoq do'stimiz. Bu ham san'at shaydosi. Bo'ldi, eshitarkanmiz deb tog'az bo'lmasa. Bo'ldi. Buni ochamiz-da. Bizlarni kuzatishda davom etinglar aziz muxlislarimiz.